alaykum qadrdonlar. Bugun sizlar bilan patologga boy yopishtirishni o'rganib olamiz. Va boyimiz kraska qilinadigan boy yopishtirib bo'lgandan keyin kraska qilib olasizlar. Bo'lmasa mana qirqib tayyor qilib olganmiz. Qanaqa qilib aboy qirqish kerak, shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa kanalimizga kirsangiz batafsil tushuntirib o'tilgan devorga aboy yopishtirishni videosida. Endi hozir uni tushuntirib o'tirmayman. Video kattalashib ketadi. Sizlarning ham vaqtingizni olmayman. Kley qilib olamiz har doimgidek. Aboyimizga yaxshilab kley surtib olamiz. Chetlariga, nuqtalariga, hamma yerga. Kleyni aralashtirishda kleyni tayyorlashda o'rtacha anida qilsanglar yaxshi holatda. Siz suyuq ham qo'yvormanglar, bo'tqa quyuq ham bo'lib yaxshi aralashtirmaganda yumaloq bo'lib qotib qoladi, aralashmay qoladi. O'sha agar shunaqa bo'lib qolsa, aboyiga tushib qolsa, bu shpatel bilan tortganda yumaloq bo'lib qolib ketadi ichida. Shuning uchun kley tayyorlashda ham sekin astalik bilan kam tashlab tayyorlash kerak. Kleyni surtib oldik. Mana shunday holatda o'rab olamiz. Chunki ba'da hozir bir o'zim yopishtiraman. Shuning uchun bir kishi yopishtirishni ko'rsatyapman sizlarga. Qanday qilib bir kishi yopishtirsa bo'ladi. Metka qo'lamiz patologga. Chetiga birinchi qog'ozni yopishtirganman, ikkinchisini endi sizlarga ko'rsatyapman. Metka qo'yganimizning sababi bir tomoniga 1 sm yopishtirib, sal ozgina yog'iga ham 1 sm qilmasak, yopishtirganda oxirga borib yo 10 sm o'tib ketadi, yo qochib ketishi mumkin. Maqsad bir xil razmerda, bir xil zazor bilan ustiga chiqarib yopishtirish. Ustiga chiqarib yopishtirishning maqsadi qirqishda anil bo'lmasligi uchun. Tekis qirqish uchun. Yo'q, qirqmasdan sho'xma-sho'x qilib yopishtirmoqchi bo'lsanglar, sho'xma-sho'x qilib yopishtirsa ham bo'ladi. Sho'xma-sho'xda sal bilinib qolishi mumkin. Shuni anisi sababli men qirqishi afzalroq ko'rdim. Qirqib yopishtirishni. Endi ikki kishi bo'lsa sho'xma-sho'x qilib yopishtirsa ham bo'laveradi. Ya farqi endi bir kishiga qiyinlik qiladi. Men shuning uchun sho'xma-sho'x qilmadim. O'zini qirqib qildim. Qirqib qilganda sal chiroyliroq, bilinmaydi sho'xingiz. Shuning uchun mana sho'xma-sho'x unchalik to'g'ri bo'lmadi. Buni pishirib oldik. Yaxshilab bir boshdan qog'ozini chiqarish kerak. Bir boshdan sekin ketadi. Avval o'rtalarini, keyin chetlarini, keyin qog'ozni chiqarib tashlash kerak. Albatta aboyga ham, devorga ham kley surtlash kerak. Shunda aboyimiz yumshoq bo'ladi. Aboyga qilgan kleyimiz aboyimiz yumshoq bo'ladi, gapga kiradigan bo'ladi. Shpatel tortganda devorga qilganimiz aboyga agar kley qilib devorga yopishtirsangiz, devor shimib oladi. Kleyni tortishga usta qilmay qoladi. Ikkalasiga ham bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Mana yopishtirib oldik. Endi mana sho'ximizni ko'ryapsizlar. Qirqib tashlayapmiz. Yopishganni ustiga chiqarib yopishtirgandik. Shuni qirqib tashlayapmiz. To'g'ri qirqmaganmiz, e'tibor bersanglar, ilon-simon qilib qirqqanmiz. Maqsad to'g'ri qirqqanda bilinib qolishi mumkin.
shunaqa ilon qilib qirqsangiz bilinmaydi. Bir xil ko'rinib turadi. Sizlardan uzr so'rayman. Gaplarim endi bir-biriga qovushmasa xafa bo'lmaslar. Kilay surtib olamiz, shoxga ham albatta. To'g'risini bilaman. Tortib ketmaydi. Ko'rib turibsizlar, u вообще bilinmayapti. Qirqishda ham asta-sekinlik bilan qirqasizlar, chunki agar qattiq bosib qirqsanglar tagidagi shpakilovkani ham qirqib olishi mumkin. Shpakilovka bilan birga patologik qog'ozini ham agar qirqib qo'ysa, keyin ochilib qolishi mumkin. Shuning uchun ostalik bilan yengil lezoni yangisidan olib qo'yib yengil qirqish kerak. Mana ko'rib turibsizlar, tayyor holida yopishtirib bo'lganmiz. Umuman shaffof bilinmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.